hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli bizning klientlarimiz, xudo xolasa bugun mana Samarqandga yo'lga chiqdik Usmonov bilan. Boshlig'imiz, direktorimiz akamiz bilan. Samarqandlik klientlarimiz bizni kutinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli texnika ishqibozlari, Mingu brendining klientlari, bugun xabaringlar bor. Biz Samarqand viloyatiga sotilgan texnikalarimizni, ya'ni klientlarimizni ziyorat qilgan yo'lga chiqqan edik. Hozir Samarqand viloyati Ishtixon tumanidamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana kerakli zapchastlarni o'zimiz bilan olganmiz. Mana hozir Samarqand viloyati Ishtixon tumanida Jamshid akani texnikasini ko'rgan kelganmiz. Ko'rib, xolasa mana hozir gaplashib texnikani kuzatyapmiz. Xudo keyingi manzilimiz Kattaqo'rg'on bo'ladi. Kattaqo'rg'onlik klientlarimiz yoniga boramiz xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan chiqib Kattaqo'rg'on tumaniga yetib keldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi yana bir narsani yashirmasdan aytingki, texnika yarayaptimi shu mikserga? Texnika yaraydi. Texnikada zo'rlik qilyapti bunga. Hamma narsasi zo'r texnikani. Qolgan mana bu sistemani qilish o'zlariga bog'liq. Kim qiladigan bo'lsa ham. Qolgan narsasiga texnika buni aylantirib bera oladi. Даже bundan kattasini aylantirib bera oladi. Inshoot shu daraja kuchli, uncha emas. Texnika zo'r. Mana bu narsalarni qolgan uстановка qilishga. Hamma narsa zo'r chiqqan. Shu misol uchun mana oldingi pokrovchilar aytaysiz, shilankalar joygacha bormasdi-da. Mana bunikini Xitoy shilankalar haqiqatan zo'r chiqqan. Zavod olishini qarang. Haqiqatan zo'r chiqqan aka mana hamma narsalar. Texnika ishqibozlari, Mingu brend klientlari, xolasa hali ham mana Kattaqo'rg'on tumanidamiz. Hozir Yoqub aka va Yodgor akalar olib kelishgan texnikani ko'rgan keldik. Sizga filtrlarni tozalash uchun, salonni tozalash uchun. Saloningizni ko'rdida, yine ranjida. Men qizimga yaxshi qaramayapti. Qo'lim o'rganib qoldi. Mana moslashingiz. Fe'llariga tushdi, ha? Sekin moslashyapsizlarmi axir? Ana ular qol hayajonda. Hayajon, ayniqsa ani yangiligida hayajon bo'ladi-da, mana. Olib kelasalar ikkitasiga ishga chiqdim. Ish qilib oldim. Hayajon bilan. Qilib oldim-da. Mana nechi pul olding? Ha? Mana nechi pul olding o'shaga nimadirsan so'rganing. 200 ming. 200 ming. Keyin ertasi kun borib o'zlari olib keldilar. Ertasiga borib keldi. Kattaqo'rg'onda juda ham klientlarimiz ko'p edi. Xudo xolasa hozir Yoqub akanikini ko'rib keldik. Endi Yodgor akaniki ukalarining texnikasi, ukalari 26 olgan edi. Akasi 936 modelini olgan edi. Mana hozir ko'rib texnikani kuzatyapmiz. Xudo xolasa hamma joyida ishlayapti. Texnikani xarid qilishganidan juda ham mamnun. Kattaqo'rg'onda klientlarimizni ziyorat qilishda davom etyapmiz. Hozir xo'p, dekabr oyida xarid qilishgan Doston akalarning texnikasini ko'rishga keldik. Moslashib oldingizmi? Yaxshimi? Richaklari, boshqaruv, qulaylik, konditsioner. Yaxshi, zo'r. Ularni yalta Kondisionerda changga, navga ishlasam eshiklarni yopib, Yo'q qo'yib, konditsionerni yoqib, xotirjam. Shunday. Agar bunday Uyaltirib qo'ygan yo'qmi? Biron joyga Yo'q, kirganingizda, misol, yo'q. og'ir narsaga duch kelib qolsa, bar kovush ham ves oladi-da, qo'shimcha temir osgandan keyin o'sha holatda ham ishlab beryapti. Bir tonna lampani ko'taryapti. 1,5 tonna qiynalishsiz, shunday ko'taraveradi. O'zi 1.8 ham va'da qilganmiz. O'zi birkasida ham 1.8 yozilgan. 1.8 tonnagacha umuman muammosiz. 1.8 dan keyin ham ko'taraveradi o'zi aslida, lekin standarti 1 tonnaga 8 kilo. 1.8 tonna. Endi siz qo'shimcha qilyapsiz, xudo xolasa 2 tonnadan ham oshiq yuk sig'adi, lekin ko'tarishiga bog'liq endi baribir. Yo'q, ko'tarishga tepa. Toshdan tepa ko'tardim emas, olib, nima qilib, yoyib, nima qilishga-da. Azob bergani yo'q. Bildirgani yo'q.
ya'niki qo'ni qo'shni yo qo'shni hamkasblarni oldida sen texnikang kichkina uyaltirib Yo, qo'yyapti, yo. ko'tarolmaydi degan gap Yo, so'zlar. qishloqqa bitta. Ha, Boshqa yo'q. yaxshi. Unaqa degan gap yo'q. Yana olmoqchi bo'lgan odamga tavsiya bera olasizmi yo jinday o'ylab ko'rsinmi? Yo'q aka, nimaga tavsiya beradi? Yaxshi. Yaxshimi? Ko'nglingizdagidek narsa chiqqanmi xullas? Mingu brendini ashaddiy klientlari biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondamiz, xabaringlar bor. Eng oxirgi tochkamizga xudo xolasa yetib keldik mana. Kech bo'lishiga qaramasdan Shahboz akam texnikalari ko'rishingiz mumkin. Yuvib, tarab, cho'tka qilib qo'yibdi texnikani. Ishlash jarayonida qanaqa kamchiliklarni kuzatdingiz? Ishlash jarayonida kamchilik yo'q, Xudoga shukr, yaxshi hammasi. Mana olganingizga qancha bo'ldi? Olganimizga shu 4 oy bo'lyapmiz. 4 oy davomida nima ish ko'rsatdi? 4 oy davomida ancha ish qilib qo'ydik. Turpoq ham surdik, hamma narsa qildik. Tosh ham toshadik, nur ham soldik, hamma narsa yer ham surdik. O'sha ishlar jarayonida sizga ani to'xtab qolgan, qila olmay qolgan joylari bo'lsa, aytsangiz u narsani. Yaxshi, Xudoga shukr, hozircha yaxshi. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Endi buni videoga olishdan maqsadimiz ham kamchiligi bo'lsa ochiq aytishda, ya'ni o'sha narsani to'g'rilash maqsadimiz avvalambor. Sizdan keyingi akalar yoki ukalar oladigan bo'lsa, shu narsani xursand bo'lib ishlatish asosiy maqsadimiz. O'shaning uchun nima bor bo'lsa boricha aytish kerak. Kamchiligi yo'q, Xudoga shukr. Yaxshi. Hamma narsa. Necha soat ishladi? 330 soat bo'ldi. 330 soat. Moy almashtirdingiz. Yaqinda ikkinchisini almashtirdim. Ikkinchisini ham almashtirib bo'ldingiz. 150 soatda deb aytuvdilar. Shu 150 soatda birinchisi, keyingilari 2 soatda almashtirilaveradi. 2 soatga olib bormayapmiz. 150 soatda o'zi almashtiryapti hammasini. Unisi chem yaxshi, lekin maksimalkasi shu 2 soatdan oshmagani ma'qul biz. Hamma narsadan filtr, воздушный hammasini birdan komplet almashtirdik. Jizzax viloyati Zomin tumaniga keldik. Yosin akamiz mazkur hudud Zomin belgisi olgan edi. Hozir uni tekshirib ko'ryapmiz. Aytishlari bo'yicha texnikamiz juda yaxshi, zo'rishyapti ekan. Kamchiliklari yo'q. Hammasi cho'tki deyishyapti. Hozir boshlig'imiz o'zi ham ishlab ko'ryapti. Akamiz shlaka bo'lib chiqaradilar, shlaka bo'lib chiqaradigan sexlari bor. Shu sexlarda ishlashyapti. Assalomu alaykum, Mingu brendining klientlari. Xabaringlar